Naq $30 turadi, lekin baribir bizni tekshirishimiz kerak. Kechir, ey kamerajon. Bismillah. Assalomu alaykum. Ko'rib turganingiz kamerachiz va bugun sizlar bilan yana crash test qilamiz. Men Ismoil Abdullayev, kamera bo'yicha mutaxassisman va sizlarga oldingi safar plasmas korpusli kamerani nechta zarbada singanini ko'rsatib bergan edik. Ko'rmagan bo'lsangiz pastda havola qoldiramiz, bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Endi hozir sizlar bilan temir korpusli yangi 9421 modelini birgalikda sindirib ko'ramiz. Sindirish nima uchun kerak deb aytgan bo'lsangiz, zarbga chidamlilik ko'rsatkichini, masalan, o'g'ri keldi, sizni kamerangizdagi mexanik zarba bilan uni ishdan chiqarmoqchi, nechta zarbada ishdan chiqadi. Shu narsani bilib olishimiz uchun biz kameraga o'zimiz bolg'a yordamida urib, uni sindirib, nechta zarbada ishdan chiqishini tekshirib ko'ramiz. Sizlardan esa qo'llab-quvvatlab, like bosish hamda kanalimizga obuna bo'lish talab qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Naqd $30 turadi, lekin baribir bizni tekshirishimiz kerak. Kechir, ey kamerajon. Bismillah. Linzasida kamera ishlayaptimi? Kim qarab turadi? O'chdimi? O'chdimi? Qo'y. Temir korpus bo'lsa ham udashning joyiga urilganiga birinchi udar o'zida sindi. Hozir endi yana urib, nechta udarda bo'linar ekan. Shuni ham tekshirib ko'ramiz. Tuxumday chaqildi o'zi ham. Ko'rib turgan bo'lsanglar, bu xalf metal korpus edi, ya'ni yarim aralash metal. O'zi qattiq jism bo'lishiga qaramasdan, buni sinishga ketadigan vaqt tezroq bo'ldi. Plastik korpusligi esingizda bo'lsa, kamerani sindirganimizda u zarbga chidamliroq. Nimaga? U elastikniy edi. Bu esa elastikniy bo'lmaganligi uchun xuddi shishaga o'xshab sinib, parcha-parcha bo'laklarga bo'linib ketdi. Bu kamera bitta zarbada ishdan chiqdi. Lekin bu degani xalf metal korpus yoki bo'lmasa metal korpus kameralar hammasi shunaqa ekan yoki bo'lmasa umuman zarbga chidamsiz ekan degan fikrda emasmiz. Nima uchun? Aynan udashning chiqqanligi fizikaviy tomondan qaradigan bo'lsak, biz temir bolg'a bilan bunga zarba berdik va temir bo'tdagi hamma zarbani o'ziga qabul qilib olib, ichidagi platalar ko'chib, bitta zarbani o'zida ishdan chiqqan bo'lishi mumkin. Demak, yana bir bor aytib o'taman, plasmas korpus bilan temir korpusi farqi chidamliligida temir korpus baribir afzal sanaladi plasmas korpusga nisbatan. Lekin plasmas korpus ham chidamsiz degani emas ekan, ko'rdik sizlar bilan. Sizlar endi uyingizga plasmas korpus qo'ydirgan bo'larmidinglar yoki temir korpus qo'ydirgan bo'larmidinglar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Qaysi biri ko'proq yoqdi? Kommentariyada yozib ketsanglar, biz birgalikda muhokama qilamiz va yana keyingi videolarda sizlarga harakat qilamiz. Katta korpusli kameralarni ham, ya'ni zarbga chidamliligini tekshirish uchun aynan bunaqa xalf metal emas, ko'rayotgan bo'lsanglar bu ingichka metal edi, boyiga elastikniy, plasmassa qalin plasmassa edi. Shu jihatini ham e'tiborga olishni so'rab qolamiz. Aynan qalin metal korpusli kameralarni ham sizlarga sindirib ko'rsatishga harakat qilamiz. Buning uchun sizlardan like, kommentariyada o'zingizlarni qiziqtirgan savollarni yozib qoldiringlar. Biz esa sizlar bilan birgalikda kameralarni ko'rsatishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.